Keling bu yoqqa bir narxlarni aytib, chunki hamma narxini so'raydi. Narxlari yozilgan bizda. Mana bu Qirg'iziston asali bu shamollash, nafas yo'llariga juda ham foydali. 1 kilosi 250 ming so'm. Tak, bu asalimiz tog' asali, juda ham immunitetni ko'taradigan, juda ham kuchli asalimiz bo'ladi. Mana ranglarini ham ko'rishingiz mumkin. Buni 1 kilosi 500 ming so'm. Chunki yovoy asali bilan почти teng bu. Mana bu yantoq asali kimda jigar muammosi, oshqozon muammosi, qabziyat agar bezovta qilsa, juda ham zo'r foyda beradi. Iliq suv bilan ertalab har kuni aralashtirib ichsa. Buni 1 kilosi 150 ming so'm. Bu asal keladigan bo'lsa, bu tog' asali 1 kilosi 350 ming so'm. Immunitetga, shamollashga juda ham kuchli asal. Davlenasi bor odamlarga tavsiya bermaymiz. Bu asalimiz cho'l giyohlaridan olingan asalimiz bo'ladi. Ko'proq dorilik tayyorlashga yoki yong'oq, mayizlarni aralashtirib, asal aralashtirmoqchi bo'lganlarga juda ham zo'r tushadi shu asalimiz. Buni 1 kilosi 200 ming so'm. Bu asalimiz oq quray asali bo'ladi. Ko'p asal yeyolmaydiganlar, yosh bolalar uchun juda ham zo'r tushadi. Me'daga tegmaydigan asal, o'zini aromati bor, juda ham yoqimli. Buni 1 kilosi 250 ming so'm. Umuman olganda asalni hammasi foydali. Toza asal bo'lsa hammasi foydali. Biz hammasini olib, tekshirib, laboratoriyadan o'tkazib, hammasi toza asal bo'lgandan keyin sotuvga chiqaramiz. Ko'ngilli to'q qilib buyurtma berishingiz mumkin. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bepul.